Yesha qo'y. Hoy, ey! Yesha qo'y. Hoy, ey! Yesha qo'y. Hormanglar ustalar, hormanglar. Keldingizmi, shef? Qorin yesha qo'y. Hoy, ey! Bo'p ketdi-yu. Endi yo'lda shashlik pishishini kutib qolib ketdik-da endi. Nima deysizlar? Xotin, bo'l, ustalarga dasturxon yoz, obed tayyorla. Nima bu shashlik? Nesi qilyapsan shashlik-ku? Erkak kishiga 3 marta omad beriladi degan-ku. Nobodo bittasini ishlatib qo'ymayapmiz-mi? Ollaring, menga anaqa qiyma meniki tegmanaman, yirtaman tegsalarni. Anu makaronga o'xshargan shashlik. Ha, vallahi olinglar, osh bo'lsin, osh bo'lsin. Shef, keling o'zingizdan. Yo'q, men boya shashlik kutib qolib ketdim dedim-ku. O'shani yeyapmiz biz, olinglar. Zato omadimiz o'zimizda qoldi. Davay, ollan. Shef, mana qani obkatkadan chiqdi. Devorni nima qilaylik? Abo'y qilaylikmi yoki atachentami? Abo'y qilasan-da, atachentani nima qilaman? Abo'ylarga eskirdi. Atachenta olsam. Abo'y qil bo'ldi. Men aytganim degan, deganim degan.